Assalom güzeller, yaxshilardinglarmi? Bizning kitob o'qish munberimizdagi aziz anglarmanlarimga assalom deyapsizlar, ha? Assalom, assalom. Yaxshilardinglarmi? Her gün güzeller. Assalamu alaikum. Kitap o'qish munberi avlodlar to'rbetiga xush keldiniz. Men Nuriya Rahman. Bugun men uyda. Yalnız emas, ko'rayotganinglardek bu ikki güzel qizimiz bilan birga. Biri mening Amerikada o'ltirishliq jiyan qizim Zulqayda Mehmet bo'ladi. Bu yoq mening yalnız qizim Dilfuruz Xeni. Qani qizlarim, kitob o'qish munberimizdagi barliq mushtarilarga kechikibroq bo'lsa-mu, bir Qurbon hayitliq salmonlarni yo'llamsizlar. Hurmatli o'qirmanlar, ko'pchilik Qurbon hayitinglarga muborak bo'lsin. Sizlarning Qurbon hayitinglar muborak bo'lsin. Ham siz meni mana shu suhbatga taklif qilganingizga ko'p rahmat. Mecburladınız dememsiz. Muhacirette arası vatandikidek hep hoşallıkları bulmaydı. Ama bu yıl Zulqayda kızım kelganligi üçün bizning Qurbon hayitimiz başqacha hoşallık içinde ötdi. Bugün ben bu iki kızımni bu yerga yig'ishda başqa maqsad yo'q. Fakat kitap to'g'riliq mushu ikki yoshning bir ikki eg'iz so'zni anglab bakmoqchi. Aldı bilan Dilfuruz qizimni sizlar bilsizlar, mening kitap o'qish munberdagi mushu tayyorlagan o'qishliklarimni nihoyatda chiroyli ratlab munbarga yo'llab beryapti. Endi Zulqayda qizim bo'lsa, Zulqayda qizimmi bu kitap o'qish munberimizning qurg'uvchilarining biri. Çünkü bu munberni biz tuqqanlar birleşip qurgan. Qani qizim, munber to'g'riliq bir ishga so'zlab beramsiz aldı bilan. Bu kitap o'qish munberini men do'stlarimga bak tavsiya. Qaytadan deyman. Yo'q, da'vat so'z bo'ldi. Bu kitap o'qish munberini men do'stlarimga bak tavsiya qilaman. Nima uchun deganda yosh bolalarniki jiq vaqti bo'lmaydi, kitobni qo'liga ilib o'qiydiganga. Shunga sizniki jonliq ovozlaringiz bilan biz hammamiz shunchalik o'zimizniki vatan kitoblarimizni Uyg'ur bu ish kimligimizni bek yaxshi tunib yetamiz. Shunga sizga bek rahmat. Ham Alloh ajrimni ishki dunyoda berganimizga inshaalloh. Rahmat, inshaalloh. Rahmat. Endi ishqinlardan bir savol so'ray. Bayatdan beri rasa bular so'rdi. Nima qilamiz Nuriya opa deganda, qani vaqt kelganda ko'rsizlar dedim. Sizlardan so'ramoqchi bo'lganim, sizlar ishkilinglar nihoyatda yuqori darajada o'qidinglar. Bo'lib Zuli qizim, Xudoyim buyursa bu yil Cambridge'ni doktorlik kasbini bitirsiz. Doktorlik unvonini olasiz kasb emas. Albatta sizlar nurg'un ingliz tilidagi bo'lamdi yoki boshqa tildagi kitoblarni o'qiysizlar. Ammo shu Uyg'ur tilidagi kitoblardan o'qimsizlar. Albatta munbarda men o'qiganlarimni anglaysizlar, azdir ko'pdir. O'zinglar boshqa Uyg'urcha kitoblarni o'qimsizlar. Aldı bilan Zuli qizim sizdan kelsin. Meningki opam vatandan kelgan vaqtimizda bir necha kitoblarni qo'lda olib kelgan to'q. Shu kitoblarning ichidagi birisi Abduxoliq Uyg'urningki o'zining hayotini bir yozuvchi shu hayotini tasvirlab yozgan bir kitob ekan to'q. Uning ichida she'risi yo'q, faqat hayoti, lekin hamda hayotning ichida ba'zan taraflar, ba'zan yerlarda shu necha ko'plat she'rlarni qistirgan.
Şu an ben azaldan emde tabii ben Uygurca kitaplarını okup bakmagan bolgan ekan. Birinci bolup özüm Uygurcunu öğrengen ekan, okuş yazıştı. Aşını başta birinci bolup kulağımga aşını yaptım ha, aş kitapını. Kiçik nipis kitap diyor, nostik asadoq şeyde def algandım. Şu an aşından başlagan. Lekin şunçilik emde güzel, emonlar bilsizler şunçilik güzel yazılgan kitap hem bek hissiyatlık yazılgan bir kitap. Abdülhalik Uygur şairimizin hayatı şunçilik hem güzel hem içinişlik şekilde bulup diken tok. Şu an şunçilik hoş bulup, jığlap durup aşağı okugandım. Hem bana bek çoğun tesiri bolgan. Onun için bilmeylem internetten şu Abdülhalik Uygur şairimizninki bir nemu şu bütün şiirlerininki bir collection umumi şu 51 şiirsininki toplamasını tapaldı. Aşağıdan çıktı onu anki bir okuşuna başladım. Okup anınınkin şunçilik iş kılıp tasir etdi. Manga bek çoğun bir ilham oldu. Bulup okuğucu bolgan süptümde o yazgıçımızdaki şairimizin hikayesi, hayatındaki bolgan bütün geçmişler hemmesi men üçün bek çoğun bir ilham oldu. Şu an şu hazır sorğandan şu isim geldi. Yaraysız kızım, yaraysız. Dilfuraz, sizce? Ben hakikaten ötkenki bu yıllarda Uygurca kitaplarını pek çok okumaptım. Gerçi her yılı nişanım şu tilda kitaplar, her xil kitaplarını okuş bolsun Uygurca okuptum ama meni hemmeden ta'sirlendirgen Uygurca kitap bu ötkenki bir neçe yıllarda okugan kitaplardan bolmadı. Meni hakikaten beklam hayran kaldırgan hem bir xil wow diye kitap bolsa Kum Baskan Şehir degan kitap. Bu kitapның içindeki icadiyatçılık, şu adamlarninki tefekkür, yazgıcınınki tefekkürününki qanchalik keng, zo'r ekanligi meni shu vaqtning o'zida shunday bir xil hayron qilgan, ham jalb qilgan. Men bunday hikoyani keyin boshqa tillardan o'qib bek oz uchratmadim desam bo'lmaydi, ammo bek oz uchratdim. Shunga de bir neçe yıl burun hem de yani qaytadan bir okup köpünçe yerini unutup qolib ekanman. Texmi qaytadan yaxshi ko'rib qilib Kum Baskan Şehir degan kitapni men hozirgacha Uyg'urcha o'qigan kitoblarimning ichida eng yaxshi ko'rib o'qigan kitobim deb hisoblayman. Men buni qo'shib olsam bo'ladi o'qiydigan. Bilsanglar bu ikkilan men bilan ko'p suhbatlashadi kitap to'g'riliq. Zilqayda qızım şu Abdülhalik Uygur'ның kitaplarını okuvatqa vaqtida menden to'li sözlərinin mənisini soraydı. Nuriye apa magiyatның mənisi nima deb. Albatta men o ədəbi tillarda o dərəcədə güclü bolmagandan keyin özüm bilgan bo'yicha bilmaganimni lug'atdan aqtirib, ondan boshqa yana shoira do'stlarim bor, shular orqali surishtirib deb berdim. Bir necha she'rni hatto inglizchaga tarjima qilib tayyorlab qo'ydik. Xudoyim buyursa, kim bildi Abdülhalik Uygur'ның qissalarini inglizcha to'liq tarjima qilib bitiram. Dilfuraz kızım kichigidin tatib kitapni bek yaxshi ko'radi. Biz cho'ng opasi bilan bir mahallada o'tirdik, bir Qur'onning ichida. Dilfurazning topamizsam, odil cho'ng uyga kirsam, shu cho'ng uyning kitobxonasida ig'ir kitoblarni, ko'taramagan kitoblarini mana shunday tizlarga qo'yib o'qiyotgan. Bu qizim biraz kitap o'qishni bek yaxshi ko'rdi. Hali ham shunday ko'p kitap o'qiydi. Bek memnun bo'laman shuningdan. Çünkü kitap, her bir kitap bir dünya. Bizge o'xshamagan ko'znaklarni ichish orqali dunyoga bo'lgan nazarimizni oshirdi. Shuning uchun bugun men chiqinlarni bu yerga taklif qilish orqali kitap o'qish munberimizdagi barliq yoshlarimizga, kichik bolalarimizga hem shundaqla yana cho'nglag'imi shu kitap o'qishga sal qarmaslikni bir tavsiya qilgim keldi. Shu sababdan bu ikki qizimni yig'ib mana sizlar bilan yuz ko'rishtirib oldim. Vaqt munosabati bilan bek ko'p so'zlab ketmayli dedik, chunki bularning men qo'ygan sharti shu bo'ldi. Chunki tayyorligimiz yo'q deb. Shuna qo'limda
littérature Uyghur degan bu she'r va nasrlar, ammo kitob fransuzcha chiqqan. Bu kitobninki ba'zi bir she'rlarning tarjimasiga Dilfuruzmi qatnashgan. Bu kitob haqida men keyin yana bir to'xtadiman. Mush kitobdan biz sizlarga Chimangul Ovutning Seni Söymisem degan she'rning fransuzcha va uyg'urchasini o'qib berayli dedim. Dilfuruz fransuzchasini o'qib bersin, oxirida men uyg'urchasini o'qib beray. Bu kitobni chiqargan albatta Muqaddas Mejid hadimizga men intayin cho'ng bir rahmatimni bildirman. Keyin bu to'g'riliq siz ham qaytadan so'zlaysiz, ammo bu videodami rahmatimni bildirman. Chunki bek zo'r kuch chiqadi. Siz başlamsınız, ben başlamdım. Başta fransızcasını siz bir okuyun. Si je ne t'aime pas, Chimangul Ovut, tu as embrassé mes yeux de biche, alors ce puits a cessé de déborder. Tu n'as pas embrassé mes lèvres muettes, alors le chagrin en moi s'est embrasé. La chaise sur laquelle tu es assis, la cigarette à la main, m'a rappelé la couleur de ta chemise de l'autre nuit. La verdure gaie a remplacé mes cheveux blancs. Les boutons de ta chemise, ton front, les pores de ton visage, j'ai regardé discrètement. Sur le chemin entouré de peupliers, j'ai pu chanter telle une tourterelle. Je suis reconnaissante d'avoir pu t'aimer jusqu'ici. Si je ne t'aime pas, je me perdrai peut-être, ou renoncerai à mon titre d'amante. Chimangul Ovutning she'rlarini men bek yaxshi ko'raman. Dilfuruz hozir o'qigan fransuz she'rining uyg'urchasini men o'qib beray. Seni söymisem, Chimangul Ovut. Sen qo'y ko'zlarimga söydün. Bu buloq bo'lduqlab teshishdan to'xtadi. Sen navosiz levimga söymedin. İçimdeki hasratları o'qchadi. Sen o'ltirgan o'rindiq, qo'lingdagi tamaka, heliq kechidagi ko'ynikining rangini esimga soldi. Mazxush chimlar oq sochlarimning o'rnini oldi. Tugmalaringga, peshonangga, yuzingdagi ter to'shikchilarga bilindirmay qarab oldim. Heliqi teraklik yo'lda to'rg'aydek sayrab oldim. Seni hozirgacha söyleligimga roziman. Seni söymisem balkim oziman yoki ma'shuqligimdan tanaman. Ajoyib chiroyli muhabbat she'ri 2 yosh bilan birga o'ltirib. Bo'ldi amsa kitob o'qishmon berdiki barliq qarindoshlar, bugungi qisqa oilaviy suhbatimiz o'shunchalik bo'lsin. Oxirida uzunroq bir sinni qo'shib qo'yman. Bu sin Zulqayda qizim bilan oldingi kuni Berlinga berib bir 2 kun turgan vaqtimizdagi ko'rganlarimiz, ziyorat qilganlarimizdan ishlangan bir qisqasin. Musiqalarni ko'proq arladik. Shuning uchun video sal uzunroq. Shunga bundaq sayohatlarimdan xotirlarni ko'rishni xohlamaydiganlar mishada to'xtab qolsanglar bo'ldi. Ammo ko'rib boqaylikchi desa deganlar tavandagi videoga marhamat qilgaysizlar. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Rahmat. Xayr xo'sh.
All things see, it looks a bit like a capacitor, right? At the horizon. This Başladı mı? Assalamu alaikum. Kitap okuşumun biri avlatlar hürmetini hürmetli hoş geldin. Vaya köydünler bayrakını. Ben hazır Germaniye'de. Germaniye'nin Berlin şehrinde. Bugün etigende biz Berlin'deki parlament binasına geldik. Bu bina 19. asırda kurulganken bulutlu, bunun üstüne keyin kuş selingan panoramik bu kuruluş acayip bir hayran kalarlarken üstüne çıkıp bir aylangandan keyin etraftaki bütün manzirlarni şundaq enib yaxshi ko'ralayapmiz. Berlinda uzun tutmayman, ayet 2 gün bu yerga kelishimiz oson toptimidi. Aeroplan har xil sabablar tufayli. Ammo bu 2 gün jarayonida o'zim ko'rgan chiroyli manzillarni hozir ularga sunishga tirishman. Bu qitimda sayohatimda mening jiyan qizim Sultayda bilan onundan boshqa bo'libmi Berlinda mening bir sinopchaq do'stim bor, Atrida. Ya'ni bu dong'liq yozuvchimiz, shoirimiz marhum Abdukerim Xo'janing nevrasi. Shu singlimiz bizni chuqur ko'rishga tegishli bo'lgan yerlarga olib boradi. Singlimning banasida chuqur yaxshi bir sayohat bo'ladi deb o'ylayman. Shundaqla o'zim ularga yaxshi ko'rishni suna olayman. Baqramsa tam aylanib ketdi. Siz chiqamdiq singlim? Ha. Zuli qizim. Qizib ko'rib ketdingiz. Chiroyli ekan-a? Atriba singlim. Tunja kelgan bu yeringizni bakmi yoqtirdim. Chiq narsani ko'ralayotganmiz. Ustiga chiqaylik. Shveysariya konsulxonasi vakili nayibi. Bu joyda 945 yoshga kirgan vaqtda. Shundan katta shu joy bilgan. Unisi men faqat Mana ustiga chiqdik. Biroz o'tirib orom olamizlar? Ha? Meydan ne? Şarkı Germaniya bilan G'arbiy Germaniya ikisi birlashgan vaqtda birlashgan maydon deb tushundirsiniz. Hassonlar. Ha. Tunogin xeyli qattiq yomg'ir yig'ib ekan. Qarag'anda biz quyoshni apkaga o'xshaymiz. Bugun havo boshqacha ichilib ketdi. Aynaklar ham yerda aynaklar bor ekan. Valla. Quyosh parlab turgan chiroyli kun bo'ldi. Ya kızım. Dehşet yaxşı aylandık. Bu meydanni Prize
platsı deydiken bek dağlıq meydan ki. Undaq buluşuda bu yerde Matrep'te Fransiya konsolu, andın Matrep'te Amerika konsolu baki. Onundan başqa bu yerde nait bir dağlıq Hotel Adlin degan Adlin mehmonxonasi. Atriba singlimning deb berishicha Michael Jackson bu yerga kelgan vaqtida bolasini balkondan chiqarib rasmlarga tushgan vaqti dal mushu mehmonxona. Aytar bugun sayohatchilar shundoq ko'p odam bizga o'xshash rasmga tushayotgan, rasmga tortayotgan. Mashinalar ko'rgazmiskanda Volkswagen. Wow. Ajab chiroyli mashinalar kim bu? Chiroyli Feyzi. İçideki toplan. Ama ma Porsche'ni yaxshi ko'rdim-da. Bekbeyizga. Humboldt University bu Germaniyadagi ait dаңlıq universitetlarning biri ekan. Asosan ijtimoiy fanni asos qildi ekan. Bu bir binasiga undan boshqa yana oldimizdagi bu cho'ng bina ham Humboldt Universiteti. Ukrainaninki bayrog'ini esib qo'yibdi. Teatrxona. Chiroyli maydon ekan. Heylat saldı ha. Ayni vaqtda shunda sep qo'yibdi-ku bular. Ishchimi qo'ydi. Berlin cherkavi. Hazır biz neden? Bu yerning ismini Humboldt Forum deydikan. Bu yer ham ko'rgazma, ham muzeyxonda shundoq bir yer. Bir necha qavat, 5 qavatmi? 5 qavatga biz asosliqi 3-qavatini ko'rdik. Undaq bo'lishida 3-qavatni Osiyo degan tem bilan boshlanib, bunda O'rta Osiyo jumladan biz Uyg'urlar bor ekanmiz. Shunga billa oynay. Bugün bu yerden aitim bir çoğun konsert varken şuna adamlar şundaq köp. Şuna biz bir vasıta 3-cü qavatga chiqarsak, sal tezroq aylamiz. Hazır biz Humboldt Forum deydikan, bu bir ko'rgazma ham muzeyxona shaklidagi bir o'rin ekan. Aitim cho'ng ekan. Biz asosliqi shu 3-cü qavat Osiyo qismini aylandik. Asiya qismini aylanib, O'rta Osiyo qismiga kelgan vaqtida qadamimiz nihoyat astlab ketdi. Bunday bo'lishida albatta bizning ona vatanimiz haqidagi mazmunlar xeyli bor ekan. Bu xaritadan bizning ona vatanimizning xaritasi, ana yurtim Urumchi. Bu yerda turpan, kuchalardan ilib kelingan qadimiy asar atqilar nihoyat ko'p ekan. Mesela ayaktaki giylem, nereden başlasak biraz. Mana bu giylem, anar giylem Uyg'urlar bek çoğun biladigan chiroyliq.
kelamg'u bu, ha. Onundan başqa mana meyədə çinələr bakən, tavaqlar, Kucha, Qashqar, turpallardan tepilgan. Hech nada bir millat deb tanıştırmaptı, amma şu Uyg'urlarni alohida mayada tanıştırıptı. Ko'rib xoş buldum. Shunchalikmi bir chiroyliq kashtilangan chapankan bu 1905-yillik. Amma o'tib bek chiroyli ekan, ha. O'tikni yaxshi ko'rdiganlarning ichiga o't tutashdi. Ajoyib chiroyli loyihalangan ekan. Bu qanchinchilik 1877-yillik hadiya qilingan ekan. Allala, ayni vaqtdagi bizning loyihalig'ichilarimiz rasmiyatda bir kichik chiroyli do'ppi bor ekan, taxi. Ayni vaqtda vatanimizga borgan ekspeditsiya qilib kelganlardan mana shu bir necha yillardan dangliq germaniyalik birisi Albert von Lecoq, ondan Willy Rickmer. Shu rasmni har bir ko'rsam ichim bir qism bo'ldi. Sizlarning shunday qo'dayman, ha. Nima degan jul amdi. Charlie. Ma kishi Albert Lecoq degan. Turpan Expedition. Gilam to'qish. Bek chiroyli ekan. O'zbekistonning ekan bu. Shu oltinlar bilan shunda qalb berib tikilgan ekan. Yo, qirg'izlarning. Lari. Gilamdir. Endi atrofga o'tib ketdik, aylanib. İran şahı ekan hava. Eine ziemlich kleine Größe, sodass ihr die Handtasche passt oder die Jackentasche passt. Dann haben wir für euch 3 Kopfpuppen hingestellt mit Modellen mit Kopf. Dadamning shundoq shapaq to'pilib batir. Dadam tasvirlar. Mayada bir parcha Qashqar hitgohda namoz o'tayotgan Uyg'urlarning rasmini kirgizib qo'yibdi. 2010-yildagi rasm. Bin aktiv im interreligiösen Dialog in Berlin und bundesweit und nehme auch an weltweiten Friedenskonferenzen. Es ist von meiner Religion geprägt, wie ich morgens Tötenisi. Ama esinizde var mı? Dadamның shundoq bir shapaq to'ppisi bordi o. Kichik kiyivalardi. Shuni köyde anda to'pini jirkiymiz to'pimiz. Yani Yaxshi ketdingizmi, qizlar? Ko'rdigan narsalar bakli ko'pkan, hammani tatish imkoniyati bo'lmay qoldi. Bu video bak uzrab ketdi. Mening sizlarga tavsiya qildiganim imkoniyatinglar bo'lib berilgan kasanglar bu Handball Forum degan bu ko'rgazmaxonaga cho'qim bir kelib ko'rib ketinglar. 3-qavatda Osiyoning bo'ligi bo'libmi, buningda
şu İslam haqqidagi, O'rta Osiyo haqqidagi bo'lakları bizni boshqacha qiziqtiradi ekan. Atlas musiqaniki. Bu Berlindagi eng cho'ng cherkov ekan. Nima keldi? Bayjiraqdan ko'rgan to'q. Hayatım beri bir nece görmüşlerini gözettim. Belki karas kılımlar. Ben hazır Berlin'e bakarken hangi adam, hangi bir sayar çok gerekli Berlin'de bazılar hatta namus demeye Japon adaylar odak buluşu amaylar giderdi. Çıkınca buluşu değil. Germaniya urushni yig'iladi, xabarnoma. Berlin ayni vaqtda Sharqiy Berlin, G'arbiy Berlin ikkiga bo'linib ketdi. G'arbiy Berlinni Amerika, Fransiya, Angliya qatorli davlatlar egallaydi. Sharqiy Berlinni bo'lsa Sovet Ittifoqi qo'shinlari egallaydi. Mana shu sababli 1961 yılın kelgan vaqtida bu tam qurildi. Sababi G'arbiy Berlinning iqtisodiy taraqqiy qilib, ishlarning turmush sifati yuqori bo'lg'achqa, Sharqiy Berlindagi iqtisod egalari nurg'un ziyolilar, emgak kuchlari G'arbiy Berlinga ko'chishga boshlaydi. Mana mushkil ko'chishni to'sish uchun ayni vaqtda Sharqiy Berlinning hukumati bu tamni ko'pirib tashlaydi. Bu tam taki Gorbachev huquqqa chiqqandan keyin o'zining, ya'ni Rossiya qo'shinlarini Sharqiy Berlindan ilib ketganga qadar turib 30 yilga yaqin bu Berlinni ikkiga bo'lib 1989 yilda xabarlanganlar bu ham Berlin bir şundan keyin bu tamning ba'zi galeriyalarda saqlanib turib, sergilarning qatnashida chiroyli rasmlar sizlar, kishilar, bo'lib sayohatchilar kelib ko'rib ketadigan bir muhim sayohat aylanadi. Vagapning ma'nosini Atribasinglim tarjima qilib berdi. Sen erkinlikning nimaligini bilding, hargiz unutib qolma degan ma'noni bildirdi ekan. Bu Berlin temini ko'rishga kelganlar cho'qim ko'radigan rasmlarning biri mush ekan. Mana oldida rasmlarga tushib. Ammo bu ikki odam gay emas ekan. Uyg'urcha desa beksat chiqadi-ku gay degan gapni. Bularning birisi ayni vaqtdagi Sharqiy Germaniyaning prezidenti, yana biri Rossiya generali ekan. Ha, Atribasinglim mana aslidagi rasm mundaq rasm ekan. Yana shundaq do'stlar ara. Ha? Qo'shilib qolgan. Aylanib kirganga. Berlin temini müşinçilik köreyli. Berlin'de sayahat kelgan har qanday odam bu yerga kelib ko'rib ketishni tamam. Chiroyli kelgan mehmonxona. Ana G'arbiy Berlin bilan Sharqiy Berlinning ayrilgani mana shu maydonida o'tirib choy ichamiz. Atribasing o'lchaqni avar qildi. Men hozir qayda qizim bek yaxshi ko'rdi bugungi ayrilishlarimizni. Shamol. Daryo bo'yida I hope it doesn't rain. Deliver best. Agena degan bütün
Ne bak külgüleyim balla. Ötken yıl Hem de özünü tutamay kıyavadı. Adam aştaq telik kaldı bu adam. Kiçigimde özündek anlaydım. Hayır tuttu. Bana yakın kirip köydük bu yanımı. Bütün gün hava şundaq ochiq yaxshi bo'lgan, quyosh parlab turgan. Endi kechda bizni qaytib berib biroz orom elinglar dedim-u, yomg'ir yog'ishga boshladi. Lekin sim yomg'ir shundaq rahat edi. Salam dostlar. Berlin ülkesine yalanlarımız davamlaşmaktadı. Bizim hazır kullanılan yerimiz checkpoint'te iken bu aynı vakitte G'arbiy Berlin bilan Sharqiy Berlinning chegara yeri ekan. Bu yoqdagisi Amerika qo'shinlari tekshiraydig'ini xotirasi Rossiyaning armiyasi tekshirib turgan yeri. Berlinga kelgan sayohatchilar bilan cho'qim bir keladik. So'ng bugun atganda qarsan odamlar to'lib yetdi. Mayaga mana Amerika tarafdan chiqib ketyapsiz degan xatgan. Bu yoqdan o'tgandan keyinlar Sharqiy Berlin atrafdalam kichik muzeyxona bo'lmuş aynı vaqtki Berlin temeninki aldı kayni degenge münasibetlik tarixlar yazılgan kichik bir muzeyxona. Bozorga kirib ketdik mana. Okay. Okay. Ma rayonni muzeumlar orali deydigan bu yerda 5 cho'ng muzeyxona bor ekan. James Simon Gallery'da O'zbekiston mehmon ekan. O'zbekiston haqidagi ko'rgazmani ko'rib chiqaylik. Mana O'zbekiston menga aytdi berishni arzu qiladigan bir davlatning ko'rgazmasini Berlindek bu shaharga kelib ko'rayotganimga hayron bo'ldim. Rost. Wow. O'zbekiston. Ana ma koni shaharni tepayotgan vaqtga ko'rinishlar ekan. Nima degan chiroyli. Uçaklarda Özbekistan tadini qayt qilgan vaqtlardaki mana shunday qoldik.
Özbekistan temoqlardan ko'rgazmalarda chiqdi. Afsus, faqat shu birinchi asrning ba'zi mas'uliyat bilan grupning O'zbekistonda muqobil va iqtisodiyot mas'ullarning asosini qilgan hisobotga kirgandan keyin hozirgi zamondagi mas'ullarning bas afsuslangan bo'ldi, lekin yaxshi bu yerda ulash vazifani hammasini qonunlar ham shunday qilganimiz hammasini musulmonlarimiz Berlindeki seyahatimizin muhakkak şartçı olsun, ülkelerden yanı seyahatler olmasında çıraylık meseleler, tadiler, meselelerden uzmanlarımızdır. Ama Berlin, yeni seyahat kılıp geçişe erzeyden bir şehirdir. Akalamsa, ülkelerden gerçeğiyle ayrılır.